شد برای عشقمان برای این دیوانه. Navbatdagi mebelimizni Namangan shahriga qo'yib berdik. Aka, ikki og'iz mebel to'g'risida o'z fikringizni aytib o'tsangiz. To'g'risi birinchi ishongim kelmadi, to'g'risi keyin o'zlariga yozdim, boshqa qildim. Narxi bo'yicha, boshqa bo'yicha men rosa oldin o'rganib chiqib o'zimizdan eng optimal variant qidirib, rosa qidirib topdim. Keyin baribir ishonchim anaqa bo'ldi, keyin aka bilan telefonlashib, shunaqa bo'ldi, 2 kunda yetkazamiz dedilar. Anaqasini qilasiz, shu как положено bo'ladi dedilar. Ammo o'shanda ham ishongim kelmadi, telefon qildim. Bugun kelishgan kunlarda o'zlariga qarab aytdim. Shunaqa deb tushuntirdim, lekin rosa довольныйman. Tanlagan narsamdan ham и качество, то, что kelgan качествоsi kutganimdan ham ancha yaxshi chiqdi. Chestni gapirish kerak bu narsani. Masalan, ko'p joyga borib ko'rdim, o'zim ham boshqa narsalar bo'yicha ham shu rosa довольныйman. Shu kattakon rahmat okam kelib o'zlari o'rnatib ishtirok etdilar. Yaxshi kunlarga buyursin, baxtli bo'ling aka. Rahmat aka.